Naqos Shahboz aka. O'ynab o'tiribman men. Mix bilan hozir mana anjanchasiga o'ynaymiz. Как будто mix uradigan odamdek. Ha, bu yoqqa bering siz. Ya! Nичего себе. Adasi, oppoq krossovkada nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi? O'tinni chopa olmayapman. Mana shu qaynatam bor, o'tin choptirib meni sinab turganda, balkim zo'r bo'larmidi? Olib keling, hozir men sizga sinovni ko'rsataman. Nima qilyapsiz adasi? Ko'rmayapsanmi? Ocholmayman men buni, lekin sen chag'ing yop bo'lmayapti. Baqa bering siz. Shu onu. Onasi. La foydada. U bilarsa ber, men buni chaqishga chaqa olmayapman. Mana bering. Qaqa keldik. Doktor Asadov dental klinik, ya'ni stomatologiya. Ichkariga kiraylik. Temir qo'yarkan tishda xuna bo'lib qoladi-yu. Men sizga вообще bilinmaydigan qilib qo'yib beraman. Chiroyli bo'ladi tishlaringiz. Nozima opam oliy ma'lumotli stomatolog bo'lib, tishlarni davolash, tish qo'yish, tishlardagi notekisliklar hamda jag'dagi o'zgarishlarni davolash bilan shug'ullanadilar. Undan tashqari jajji bolakaylarning ham tishlarini bemalol davolaydilar. Manzil: Yakkasaroy 7 da joylashgan Doktor Asadov dental klinikda ish yuritadilar. Ko'rdingmi, tishlaring chiroyli bo'lib qoldi. Rahmat xo'jayin. Endi maza qilib oppoq tishlar bilan, tishlar bilan yashaymiz. Voy, anolarni qarang-ya. Voy, anu qizi xunukligini. O'zi bitta xunoga bitta chiroyli bo'ladi. Nima dedi? Nima deyishding?